Sut sotuvchi bola. Luqmon Bo'rixon. Men keldim. Sut, qaymoq. Bu tovushdan cho'chib turaman. Har safar shunday. Xuddi qo'mondonning uyg'on degan hayqirig'iga shay askardek, men ham sut sotuvchi bolaning chorlovidan so'ng beixtiyor o'rnimdan sapchib turaman. Chiqinglar. Sveji malako. Sut sotuvchi bolaning jiz jarangidek bu qiyqirig'i g'ira-shira qorong'ulikni qo'qitib yuborgandek bo'ladi. Ko'p qavatli uylar go'yoki aks-sado qaytaradi. Yakkam-dukkam xonadon derazalarida birin-ketin chiroqlar miltillay boshlaydi. Sut, qaymoq, tezroq chiqing, uyquchilar. Bolaning har bir so'zi qulog'imga aniq-tiniq eshitiladi. Har bir so'zi miyamga mergan otgan o'qdek sanchiladi. Butun vujudimni allanechuk xavotir, qo'rquv qoplaydi. Sababini o'zim ham bilmayman. Uning keskir ovozi, ko'z o'ngimda sutdek qotgan mitti jussasi, qattiq nigohlari meni shunday shilimshiq hislarga cho'lg'aydi. Bu domga bir oycha avval ko'chib kelganmiz. Yosh oila. Kasbiy korim taqozosiga ko'rami yo o'zimni ziyoli to'pdan chog'laganim uchunmi, ishqilib ilmiy ommaviy nashrlarni tez-tez o'qib turaman. Qay bir kun hali bu yerga ko'chib kelmasimizdan andak ilgari sihat salomatlikka oid jurnalni varaqlay turib, bir qiziqarli maqolaga ko'zim tushib qoldi. Qayta va qayta o'qib chiqdim. Juda ajoyib. Tibbiyot ulamolaridan biri sut va sutli yeguliklarning nafi haqida to'lib toshib yozgan ekan. Hammasi ilmiy isbotlangan. Demakki, hammasi ishonarli. Domla ayniqsa homila sog'lom o'sib, sog'lom bola tug'ilishida sutning ahamiyati beqiyos ekanligiga bot-bot to'xtalibdi. Tayin gap, bo'lajak ota sifatida bu mujdalar kaminaning es-hushini o'g'irladi. Shu xotinimni sut mahsulotlari bilan boqadigan bo'lib qoldim. Balki shu sababdir, bu yangi joyga ko'chib kelganimizda sut sotuvchi bolaning tongi qiyqirig'i menga naq ilohiy vahiyday tuyulgan. Men keldim. Sut, qaymoq. Oshxonadan shosha-pisha idish oldim-u pastga tushdim. Chor atrof hali qop-qorong'u. Kech kuzning achchiq izg'irini paypaslab yuribdi. Baland beton sim ustundagi lampa chiroq tevarakni xira yoritadi. Men o'shanda bolani ilk bora ko'rdim. Ko'p qavatli uylar o'rtasidagi maydonning bir chekkasida g'adir-budir qari daraxt yonida turardi u. 14-15 yoshlar chamasidagi o'spirin. Egnida kalta kamzul, boshida jun qalpoq. Jussasi kichkinagina, ammo dimog'i baland qurmag'urning. Qo'llarini beliga tirab atrofga zingil solib qaraydi. Misoli o'tkir ovchi deysiz. Gala-gala tushib kelayotgan mijozlarga bidondagi sutdan g'oyat epchillik va abjirlik bilan quyib uzatadi. Yerga bir tomchi ham sut to'kilmaydi. Mijozlar uzatgan pulni ham sanamay, salmog'idan qanchaligini bilgandek cho'ntagiga tiqadi. Sut sotuvchining tevaragida evarsayotganlarning gap so'zlaridan bildimki, bolaning ismi Umid. Birov Umidjon deydi, birov Umidchik, tag'in kimdir Umidjon deya do'rillaydi. Sut sotuvchi bola o'sha kuni kechga davr ko'z o'ngimdan ketmadi. Ismi juda chiroyli ekan. Umid. Ishda ham, uyda ham u haqida o'yladim. Keyingi kun atay ertachi tushib, bolani qiziqsinib kuzatdim. Umidning xatti-harakati, gap so'zlari xuddi kattalarnikidek edi. Go'yo bir donishmand mo'ysafid bir dumalab yosh bolaga aylangan u sut to'la bidonlarni ko'tarib kelgandek. Guli kelinoyi deb hazil qilgan bo'ldi Umid. Sochlari to'zg'in, yuz-ko'zlaridan hali uyqu uchmagan juvonning qo'lidagi idishni olar ekan. Qalaysiz? Xomushsiz? Bu akam tun bo'yi uyqu bermagan ko'rinadi-ya. Guli bolaning yelkasiga o'zicha nuqib qo'ygan bo'ldi. Umidchik, chalg'ima, suting to'kilib ketadi hozir. Semiz bir rus kampir haftadan ilk bor sut sotib olishi bo'lsa kerak. Bolaga ishonqiramay ko'z tashlaydi. Malchik, u тебе как? Suv qo'shilmaganmi? Babulya, dedi Umid uzuq-yuluq rus tilida. Hozir suv qo'shilmagan nima bor? Hatto odamning o'zi ham 80% suvdan iborat. Kampir bolaning dangal gapidan biroz sarosimalanib qoldi.
Ammo yonidagi sherigi allanima deya shivirlab unga dalda bergan bo'ldi. Aftidan sutning sifati tuzukkina ekanini uqtirdi. Ko'p o'tmay Umidning tevaragiga 5-6 qari yosh, uzun kalta, semiz oriq mijozlar to'planib qoldi. Bola galma-galdan ularning idishiga sut qo'yib berar ekan, eski qadrdonlardek har biri bilan erinmay, astoydil hol-ahvol so'rashar, yuz ko'zida goh jiddiyat, goh nim kulgi paydo bo'lardi. Men sut sotuvchi bolani qiziqsinib kuzatib turar ekanman, uning bu atrofdagi odamlar bilan apoq-chapoq bo'lib ketganiga amin bo'ldim. Mijozlar ham bolani yoqtirishar, uning halolligiga, toza savdo qilishiga ishonishar edi. "Ramiz aka, qalay? Bel og'riqdan qutildingizmi?" deb qoldi Umid. Yuz, bo'yin terilari tirishgan, ust-boshidan arzon tamaki qo'lansasi anqayotgan qariyaga. "Ey Umidjon", dedi Ramiz aka xuddi tengdoshi bilan hasratlashayotgandek. "Nimasini so'raysiz? Qilmagan amalim qolmadi, ammo lekin hech foydasi bo'lmayapti." Umidjon 1000 yil yashab, 1000 dard ko'rgan kishiday astoydil maslahat berishga tushdi. "Yo'q, akam, siz sog'liqqa ahamiyat bermayapsiz. Yo'lda-jo'lda davolanyapsiz. Bir oycha to'shakdan turmang. Tuya junidan to'qiladigan belbog' bor. Ana o'shandan topib, belni mahkam bog'lab yuring. Terlasangiz ham yechmang. Aka, bel og'riq bilan hazillashmangda, sal ahamiyat berib yuring." Tevarakdagi 4-5 mijoz ham bolaning gaplarini qizg'in qo'llab-quvvatlagan bo'ldi. "Umidchik, bugun menga 3 litr", dedi paxmoq xalatiga burkanib olgan juvon, bolaga idish uzatarkan. Bunday yangrayib turaversam, hali zamon sutsiz qolib ketishimni anglab, men ham navbatga suqildim. "Bu yerga yaqinda ko'chib keldingizmi?" deb so'radi Umid, galim yetgach, sut yo'qida ekkan qo'llarini bir parcha lattaga artar ekan. "Ha, shunday." "Kvartira sotib oldingizmi?" "Yo'q, ijara." Odatda birov ezmalanib so'roqqa tutaversa g'ashim keladi. Ensam qotib, mujmal, uzuq-yuluq javob beraman. Ammo negadir hozir Umidning so'roqlari menga hech bir malol kelmayotgandi. Negadir unga batafsil javob berayotganimdan zavqlanardim. "Bu juda yaxshi mahalla", dedi Umid sut to'la 2-chi bidonni chaqqongina ocharkan. "Bu yerda zo'r odamlar ko'p." "Zo'rlar deysanmi?" "Ha, haligi kattakon idoralarda ishlaydiganlar. Ko'plarining uylariga o'zim sut, qatiq kiritib beraman." "Men zo'r odam emasman", dedim kulib. "Mana, bonga ko'tarib o'zim tushdim." Yonimda navbatini kutib turgan kishi ham xiringlab qo'ydi. Umid ishonmaganday yuzimga qiziqsinib tikildi. "Siz qayerda ishlaysiz?" "Pet institutda." "Domlamisiz?" "Umuman, shunday desa ham bo'laveradi. Ilm qilamiz." Bola ishonmadimi yo gaplarimning mag'zini chaqolmadimi, boshini saraklatgan ko'yi dimog'ida allanima deb ming'irlab qo'ydi. Lekin men rost aytayotgandim. Chindan ham ilm bilan shug'ullanaman. Sog'lom muhit, sog'lom nasl garovi degan mavzudagi nomzodlik ishim himoyaga tayyor. Sut qatiq, qaymoq xarid qilganlar sovuqdan diydirab, birin-ketin uy-uylarga yo'rg'alab ketishdi. Ko'p o'tmay Umid bo'mbo'sh idishlari yonida kuymalanib qoldi. Shugina uzuq-yuluq suhbat, tanishuvimiz bo'ldi. Keyinchalik Umid bilan ancha inoqlashib ketdik. Hatto ba'zi paytlar kech qolar bo'lsam, u men uchun sut olib qo'yishni odat ham qildi. Mana, tunov kuni ham ancha kechikib tushdim. Biroq hali tong yorishmagan. Qop-qora chodirdek osmonning u yer bu yerida yakkam-dukkam yulduzlar diydirabgina turibdi. Ham idishi, ham ko'ngli to'lgan mijozlar allaqachon tarqab ketishgan ekan. Ammo negadir bola ko'rinmadi. Sergaklanib, u yon bu yonga alangladim u nogoh uni ko'rib qoldim. Umid g'adir-budir daraxtning qulayroq shoxiga oyoq qo'yib, qarshisidagi uyning 3 yo 4 qavatiga jon jahdi bilan tikilardi. Uning shu turishi mashhur bir filmdagi bog' oralab kelib, sevgilisi darichasiga zor intizor termulgan oshiq yigitni eslatib yuborardi. Men ham ajabsinib o'sha yoqqa qaradim. Biroq intiq intizor tikilishga arzigulik hech narsa ko'rinmadi. Hamishagi 4 qavatli uyning orqa tarafi jimjit, qop-qorong'i. Faqatgina u bu joyda tunchiroqning qizg'ish sariq yog'dusiga chulg'angan qopxona derazalari g'ira-shira ko'zga tashlanadi. Sharpamni payqadi shekilli Umid bir sakrab pastga tushdi. Xijolatli bir tovushda salom bergan bo'ldi.
Men ham hech narsa payqamaganday alik olib, qo'limdagi idishni unga uzatdim. Shu lahza nigohlarimiz bir lahza to'qnashdi. Nazarimda bolaning ko'z qorachiqlarida tunchiroqning qizg'ish sariq shu'lalari jilvalanayotganday tuyuldi. Umid allanechuk parishon va siniq jilmaydi. Shu uchrashuvdan so'ng 5-6 kun shahardan qoram o'chdi. Tuz quyunlari, ularning sog'liqqa tahdidi haqida ma'ruzalar qilish uchun Orolbo'yi ovullariga safar qilgan edik. O'sha salomatlikka doir jurnallardan o'qib o'rganganlarim xo'p asqotdi. Tuz quyunlari kasofatidan kelib chiqar kasalliklarning damini kesishda sutning ahamiyati haqida sutday ko'pirib gapirdim. Xullas, xizmat safarimiz sermazmungina o'tdi. Lekin xonadonimdan xavotirlanib, ko'nglim bezovta edi. Shu sabab ham safar bo'yi tabim tirriq yurdi. Shaharga qaytgach, zarur hujjatlarni ishxonaga topshirishga ham sabrim chidamay, uyga yo'rg'aladim. Shukrki, hadiklarim behuda ekan. Xotinim xushxandon kutib oldi. Sut-put ichib turibsanmi? deb so'radim, bo'sag'ada yo'q. Xotinim mamnun bosh irg'adi. Qanday qilib? deb so'radim azbaroyi ajabsinib. O'zing tushib olib chiqyapsanmi? Yo'q, Umidjon yaxshi bola ekan. Bu sizning nasibangiz kinoyi deb har safar o'zi keltirib beryapti. Bu xabardan quvonib ketdim. Ich-ichimda sut sotuvchi bolaga tashakkurlar aytdim. Ertaga albatta biror sovg'a bilan siylayman degan xayol miyamdan lipillab o'tdi. Safar chog'i jimjimador, antiqa bir qo'ng'iroqli soat sotib olgandim. Jajjigina, lekin qo'ng'irog'i shunaqangi qattiq chirillaydiki, hatto o'liklar ham sapchib o'rnidan turib ketsa ajabmas. Umidbekka shuni tortiq qilishni mo'ljalladim. Qarangki, yo'l azobi, go'r azobi deganlaricha bor ekan. Dong qotib uxlab qolibman. Cho'chib uyg'onib qarasam, tong xiyla oqarib kelyapti. Apil-tapil kiyinib, tunda tayyorlab qo'ygan sovg'amni qo'ynimga tiqdim-u, oshxonadan idish olib yo'lakka otildim. Iya, nima gap? Pastga tushishim bilanoq xayolimdan shu o'y chaqmoqdek chaqib o'tdi. O'sha qiyshiq, qari daraxt tevaragida bir to'p mijoz kuymalanib turardi. Asabiy va norizo g'ung'ur-g'ung'urdan bildimki, sut sotuvchi bola haligacha kelmabdi. Endi kutish befoyda, dedi Ramiz aka uzun bir xomuzi tortib. Shu paytgacha darak yo'q, bizni achidi endi kelmaydi. To'ladan kelgan juvon betoqat chinqirib yubordi. Voy, endi men nima qilaman? Bugun pishirib charlarga borishim kerak. Menga 3 litr sut, bir bonga qaymoq juda zaril edi. Voy, bu bola meni bepichoq so'ydi-ya. Vahima qilmang, Azizaxon. Kun yorishsa bozorga chiqib kelarsiz, deb qo'ydi ayollardan biri. Voy qo'shni, bozorga borib kelgunimcha kun peshin bo'ladi-yu. Ba'zi birovlar katta ko'cha tomon jonsarak qaray-qaray tarqala boshlashdi. Yo biror ishga aralashib qoldimikan, deya ming'irladi kimdir. Qo'ysangiz-chi, nimalar deyapsiz? Umidchik-ja, shustri, ishkal chiqarib yuradiganlardan emas, dedi yonidagi sherigi ishonch bilan. Bola o'zi qatdan qatnaydi. Bo'g'iq bir tovushda kalondimoqlik bilan berilgan bu savol egasi bir chekkada sigaret tutatgan ko'ya savlat to'kib turardi. Egnida momoq jundan to'qilgan sviter, boshida gumbaz bichimli charm qalpoq. Men uning semiz silliq aft angoriga qarab, "Hu bir gal Umid ta'riflagan zo'rlardan biri ekanini o'zimcha tusmonladim." "Ha-ya, rost. Sutchi bola qayerdan keladi o'zi?" deya tag'in kimdir o'sha savolni beyrongina takrorladi. Mijozlar bir-biriga parishon tikildilar. Birov yelka qisdi, birov ba'zor bosh chayqadi. Xullas, Umidning manzil makoni qayerda ekanini hech kim bilmasligi tayin bo'ldi. "Что за безобразие?" deya tanish rus kampir yonidagi ozg'in ayolga yozg'ira ketdi. Uning kuyincha gap so'zlariga qaraganda, sho'rlikning nevaralari har ertalab sutli qahva ichmasa, og'izlariga ushoq ham solishmas emish. Maktabga ham arazlab och nahor jo'nab qolishdan toyishmas ekan. Bu holda ularning biror kasalga chalinishi tayin. Kampir ana shundan xavotirda emish. U uzundan uzoq shikoyatlari so'ngida g'azabini hech bosolmay, Umidchikka o'xshash mas'uliyatsiz, betayin xizmatchilar ustidan ma'muriyat qat'iy nazorat o'rnatib, ayovsiz jazolab turishi zarurligini chertib ta'kidladi. Bu orada tong butkul yorishib ketdi. Chor atrof allanechuk sut tusida bo'zarib turardi. O'sha sersavlat akaxon mayda-chuyda odamlarga qo'shilib, allaqanday bolani kutib turganidan o'ng'aysizlandi shekilli,
menga yaqin kelib o'z-o'zidan gap boshlab qoldi. Anchadan beri jigarning mazasi yo'q. Doktorlar parhez tayinlashgan. Faqat sutli yeguliklardan yeb turing deyishgan. U tuyqus jimib, tevarakka tajanglik bilan alanglab oldi. Bu tirranchani qarang-a, devor sutib ketdi-yu. Shu payt katta ko'cha tarafdan eski bir Moskvich shu yoqqa burildi. Chayqala kelib, bizdan biroz narida to'xtadi. To'xtadi-yu, har ikki old eshigi bab-baravar ochilib, bir tomonidan haydovchi, narigi tomonidan Umid shosha-pisha tushdi. Haydovchi tevarakka qiyo ham boqmay, tund bir qiyofada mashina bagajini ochib, bola odatda sut tashiydigan idishlar ortilgan aravachani arang ko'tarib yerga qo'ydi. Aftidan u juda shoshilardi. Umid unga kira haqini uzatdi. Haydovchi pulni cho'ntagiga tiqdi-yu, tag'in mashinasini shitob bilan jildirib ketdi. Umid aravachasini sudraklab biz tomon yurindi. So'ng tuyqus to'xtadi. Uning yuz ko'zida allanechuk zavq, quvonch balqib turardi. Bola yal-yal yashnagan kuyi bizdan ko'z uzmay bolalarga xos bodilik bilan qo'llarini beliga tiradi. Aftidan u g'oyat muhim, g'oyat quvonchli bir xabarni aytishga chog'lanardi. Biz uning qiliqlaridan hang-mang qotib, muqarrar bir mo'jiza ro'y berishini kutib turardik. Umid nogoh qo'llarini qanotday yoyib, tantanavor xitob qildi. Bugun men uxlab qolibman. So'ng mastona bir tarzda sharaqlab kulib yubordi. Hoynahoy u hammamizni hayron va lol qoldirib, so'ng hafsalalarni pir qilganidan behad zavq-shavqqa to'lib toshardi. Nega qotib qoldilaringiz? Dedi Umid kulgilarini hanuz yig'ishtirib ololmay. Qani tezroq kelingizlar. Hali maktabga ham ulgurishim kerak. Hang-mang qotib turgan mijozlar to'pi tuyqus sehrdan forig' bo'lganday duva bola tomon yopirildi. Umidjon, avval menga ber. Eski qadrdonimiz-ku Umidchik, avval mening idishimni to'ldir. Umidboy, iltimos. Men hamon gangib turardim. Yal-yal yashnab turgan bola qiyofasi hali hanuz ko'z o'ngimda jilvalanar, xushxandon xitobi quloqlarim ostida ajib bir musiqaday jaranglar edi. Bir payt chap ko'ksimga nimadir qattiq qadalganday bo'ldi. Sekin paypaslandim. Ha, bu sut sotuvchi bolaga men sovg'a qilmoqchi bo'lgan o'sha qo'ng'iroqli soatchi edi.